Mana aka og'iri bilan. Unga og'iri, bunga og'iri. Oilamizni bankrot qilasiz-ku. Assalomu alaykum aka, kartochka bormi? Ha? Yo, kartochka yo'q lekin. Mana bu tennis koptok. Men bilan tarvuz. Mana bu uzum. Kartochka yo'q lekin. Ha? Mayda pullarni ajratyapsiz, tinchlikmi? Ha, aravaga, parkovkaga. Ha, nos bilan sigaretga ajratayotganingizni bilmaydi deb o'ylayapsiz. Qani tezda bering. 10 minglik piyoz berib yuboring. Aha, bo'ldi. 13 minglik bo'libdi, shuni 15 qilib yubor ya. Ha, mayli. Qarang, 17 minglik bo'pti-da, tek 20 mingni qilib bera qolaylik. Maylimi? Xo'p. Qarang, bir qop bo'lib ketdi-da. Aravadamidingiz? Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Voy, как раз kelib qolding. Machirganlarni olib qo'ygandim. Menga qarab qo'ychang ko'rmasin. Undan ham avval bor, tez bor. Amakim o'g'limi chakras mamlakatga eskirganlarni berib yuborsam bo'lar ekan-a? Voy, dadasi, bu yoqda eskirgan chiriganlar yo'q, hammasi sotiladigan pulga. Aytgancha onasi uyga produkta kerakmidi? Ha. Shu yerdan ola qolamiz, tayyor. Yo'q, bu yerdan olib nima qilasiz? Chiqishda olamiz. O'zimizda qimmat-ku, qiziqmisiz? Hey, hozir kelaman. Ha, endi qayerga ketyapsiz shu o'rtasida? Ko'nitka. Voy, ozgina sabr qiling, dadasi. Jinnimisan, qanaqa sabr qiladi? Ha, bo'pti. Mana buni oling unda. G'alati emasmi? O'sha yerdagi musorga tashlab o'tib ketasiz, qizarsiz. Tavba qildim, gapingizni qarang. Adajon, kim ekan? Ishxonadan boshlig'im. Men gaplashasanmi? So'rab ham bo'lmaydimi? Mayli, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi borib keling. Voy, telefonim qolib ketibdi. Olib chiqib ber. Xo'p. Telegramga ham kirchi. Voy, hozir shoshmay turing. Voy. Mana adasi. Kimdan SMS keldi? Bu yoqqa kechi, men joyimga turchi. Qalay, ko'rindimi? Yo'q. Men qayerdan bilaman kimdan kelganini? Buncha baqirasiz? Dilshoda. Hov, Ha, telefonimni zaryadga qo'yish kerak edi. bering. Sardor aka, mundomidi? Tushunmadim. Mundomidi? Bo'ldi, esimga tushdi. Rahmat. Mani ko'nglim sezgandi. Mana tegi ochildi. Mani yilim it. Kim u Guli? Nima deyapsan o'zingda o'zing? Mana telefonim. Guli dedingizmi kelin? Qanaqa Guli? Dada, oyim Rossiyadan keldim. Voy o'g'lim. Yaxshi bo'pti-da. Endi, ha? Pulni ber. Dada, nima qilyapsizlar? Ha? O'tiryapsiz, ko'rmayapsanmi? Dada, anaqa, Rossiyada jo'natgan pullarni yig'ib qo'ydinglarmi? Yo'q, yiqqanimiz yo'q. Eshak oldik. Nima qilaman uni? O'zing bilmaysanmi nima qilishni? Nimaga olamiz eshakni? Uyda ish ko'p, bilasan, o'shanga ol deydi. Ha, bugun havo yaxshi. Voh, rasi krasovka kiyadigan havo bo'lyapti. Bir yugurib kelsammi? Rahmat, Nigor. Ha, tinchlikmi? Ha, qo'shnimiz Nigor qattiq olib kelibdi. Yomon oppoqqina shirinlar. Ha? Ha, ichasizmi dada? Jo'ra, nimaga siqilyapsan? Qo'yur, o'zingning kayfiyating yo'q. Uydagilar tushunmayapti. Endi 25 ga kirdim desam ham uylantiramiz deb yotibdi. Jo'ra emas, uzun qo'lib ketib qol. Jo'ra. Oyi, dada, tasavvur qilinglar, uyimizda yosh bolachalar o'ynashadi. Ha, mazza qilib o'ynataman. Men ham ko'taraman. Ha, mazza-ku, to'g'rimi dada? Ha, bo'lmasamchi. Demak, qarshiliging yo'q, to'g'rimi? Yo'q, umuman qarshi emasman. Ha, bo'ldi. Demak, bemalol ukasiga harakat qilsak bo'ladi. Qayerga ketyapsan? Eshikni o'tlatib kelay. Dada, damni ham qo'yib yuboribdi. Damkirab top chiqaymi? Qo'yag'iga o'xshamasdan damla. Ko'z tegmasin, sizda 5, uyga kiravering toychog'im. Sizda ichida 2 bor ekanda Xontaga kiring. Nega dada? Xontaga qamab uraman hozir. Voy. Usta mana bu taraflarni rastor qilish kerak, shuvog'lar qilish kerak. Dada. Ko'tingni art. Dadam sigaretami? Вот это поворот!
Dadam sal narsaga urishaveradi, uraveradi. Dadang bilan erkin gaplash, og'ayni do'st bo'lib olgin. Dada bilan shunday gaplash kerak. Hey, oshna nima gap? Bo'pti, men oshga kirib chiqay. Foti yana Zuhra bilan bir xil kiyinib oldingmi? Nima qilay? Hamma kiyimlarimiz bir xil-da. Hech bo'lmasa prическаing boshqacha qilib olsang bo'lardi. Nimasini ajratolmayman demoqchimisiz? O, men qarani Zuhraga quloq solmasdan o'zing bilib tanlagin. U seningda deb degan narsa yo'q. Opam narigi do'kondalar qaynaka. Yo'q, boshlandi. Ko'rgan narsang yopishavermasdan mashq pul yetkazgan, tushundingmi men o'sha? Akangiz pul berdilar, qo'yavering qaynajon. Adasi. Voy, bu вообще bo'lmaydi, yig'ishtirib ketdik. Bu yoqdamini, men senga bu ko'ylak bo'lmaydi dedim, ne yana kiyib olding? Yesh tez. Yo'q, buni Aka nimasi yo'q, men o'zim tanlab berdim kelinizga. adasi. Voy, Zuhra rosa yarashibdi. Bizaniki qancha bo'ldi? Общий 1,5 million. Aha, dadasi. Xos. Ma'mulani hisoblab berasizmi? Bo'ldi, nima oldinglar? Opa, soqoligini topdingizmi? O'zi mana shu ayollar bilan birga bozorga kelib olmaydi. O'tlab ketadi, qidirib yurasan keyin. Aka, siz ham qiynalib ketdingizmi, shularni ajrata olmay? Sen shunaqa bo'lsang kerak, men bittada ajrataman. O, ana kenay. Ergash aka. Dadasi men gapga ketdim, o'rtoqlarim kutib qoldi. Yo'q, darsingchi. Voy bir marta poddeshka qilib turib, o'zingiz o'tib turing, tavba qilsa. Men matematika o'qituvchisiman-ku. Ustoz. Yo'q. Hech qanaqa savol mumkin emas, jim. Bugun takrorlash. Hop, ustoz mo'g'ullarga keluvdik. Chingizxon bilan kim urushgandi? Ha, Chingiz bilan Nigin urushgan TikTokda yomon katta battle bo'lgan. M-I-R. Yes. Good afternoon, teacher. Good night. Very good. Senlar bu odamlarning qidirib yurman. Dars paytida nima qilyapsizlar? Hamma yo'qni supurib. Ustoz, subotnik qilayotgandik. Nima? Subotning qaysi to'g'mi ye, beparasa tupoy sanlarni subotning olib chiqdi. Ko'rsatlaring menga. Supurish yo'li bilan qutulmoqchimisanlar? Devorni ham o'qilalaring. Boroqaq opchi. Dadasi obedga chiqasizmi? Ya sizlar bemalol, men uyda olib kelganman. Sizga ovqat kim qilib berdi, men eshitdaman-ku. M-I-R. Ovqat qilaykin. Abdumanov, men tarix o'qituvchisi, sizga kim bo'ladi? Namcha sizga yopishib ekan. Bu Bilaman, tanimaysiz. Yomon basharasi sovuqda. O'zidan kim deya olgan? Tavba qildim. Nima demoqchi edingiz? xotinim demoqchi edim. Yur. Dadasi, payshanba kuni ochiq darsimiz bor, esingizda-ya, malakangizni oshirdingizmi? Ya, men payshanba kuni boshqa joyda ochiq darsim bor. Kim bilan? M-I-R. Ichki yov bo'lsang nimalar bo'ladi? Birinchi o'rinda ichki yov degan so'z ozgina xunukroq eshitiladi. Voy, baxtli bo'lsin. Ichki o'qiganimiz yaxshi ish bo'ldi-da. Lekin zo'r tomoni boshqalar uylanish, uy-joy qilish va mashina olishga yillab zo'rg'a yetishsa, sen shunchaki uylanib hammasiga bir kunda erishasan. Qolganlar qaynatasini oyda bir ko'rsa, sen kuniga kamida 10 marta ko'rasan. Chiqdingizmi kuyov? O'zingiz uyingizda o'tirgandek o'tirar ekansiz, ha? Uzr Farhod aka. Dadajon demoqchi edim. Nafaqat ko'rasan, bir umr birga yashaysan. Voy kuyov, toza uyquchi ekansiz-da, sizni ko'rib qornilarimiz ochib ketdi. Keling o'tiring, men yerga tez-tez choy ichamiz. Xo'p. Plyus tomonlardan biri esa xotiningni uyga borib kelay degan gaplarni hech qachon eshitmaysan. Biroz g'alatroq bo'lsa ham, bu gaplarni o'zing aytasan. Men uyga borib kelay, oyim sog'inibdilar. Voy kuyov, bir hafta oldin borgandingiz-ku, yana borasizmi? Ha, mayli, borib kelaversin. Mayli, faqat tezroq borib keling. Xotining bilan o'ylab muomala qilishga majbursan. Menga qara. Dazmol qatta demoqchi edim. Uyimdaman deb ko'p o'zingdan ketmagin, tushundingmi? Men sen dodingni berib qo'yaman va shu o'zingdan ketma. Erkak kishini baqirib urishgan ovoz eshitilyaptimi? Sizmi siz kuyov?
Yo'q, ashula aytayotgandim. Hali rosa beraman dodingni. Mazza qilib urisha olmaysan. Mabodo urishib qolsang ham. Ey, yoqmasang shu katta ko'chaxonmi? Bor yo'qol ketaver. degan gaplarni aytging kelsa ham ayta olmaysan. Eng yomoni o'rtoqlaringning oldida xijolat bo'lib, shu tema ochilmasa edi deb turasan. O'rtoq menga qara, turmushga chiqqaniga, uylanganiga qancha bo'ldi? Ketdim. Jonga tegdi. Ichki kuyov bo'lishdan charchadim. Sardor aka, to'xtang. Ha, kuyovni qilmang, qayting bu fikringizdan. Jon kuyov ketmang, kuyov bizga siqilish mumkin emas. Kecha doktorga borgandik, doktorlar sanoqli umringlar qoldi dedi. Dadasi aytdi, kuyovimiz ketib qolmasin. Sanoqli umr? Babam, men sizlarga prank qildim. Ishondinglarmi? Hazilni ham tushunmaysizlar. Ketdi ichkariga. Egizaklarni kelin qilaman deb sira ham o'ylamagandim. Bularni endi qanday ajrata olaman? Bu nima qilganingiz? Sanam. Men Zuhraman qaynaka. Men senga ko'ylagim yuvib qo'y degandim-ku, ishga nima kiyib boraman endi? U Bahona kerak emas, ushlaman buni. Xo'p, Zuhraga berib qo'yaman. Ha, Zuhra. Voy, qo'yib oling, nima qilmoqchisiz? Yursang shu yoqqa. Ha, mujik. Qanaqa odamsiz, qo'yib oling. Bu senga. Faqat anu siyning ko'rmasini qolib, menga ham olib bering deb ukamga ko'zini siyligini oqizadi. Men Nima demoqchisan? yana Fatima bilan adashtirdingiz-da. Nima? Akam shunaqa qildimi? Ha. Yuzingga ko'ylagini otdi. Javoshur o'ribdi lekin. Hozir men uni gaping bormidi? Ha? Mashinangizni berib turing. Ha, o'g'illarimdan xafa bo'lmanglar. Ha, o'zlaring ham ikki xil kiyinib yursalaring bo'lardi-ku. Bo'lmaydi-da. Oyim ikkalamizni xafa bo'lmasin deb bir xil kiyim qilganlar. Ha, yaxshiroq kiyim qiling, qaynonanglar sasimasin deganlar-da. Nima? Voy. Voy, qaysi bir endi bu odam cho'chib ham qoldi. Anaqa siz Zuhramisiz? Ko'rdingiz? Menga e'tiborli emassiz. O'zingizni xotiningizni ham tanimaysiz.